Bu mashina ham aka olib kelib qo'ydik sexga. Xuddi tashna bo'lib, mana masjidida nasos cho'mlaydi xolos. Shu santexnikada ishlari qoldi. Mana orqasiga shlanka bilan chiqadi aka. Shlanka simiga joyga. Endi buni hozir aka nasoslari o'rnaguncha mana shu 2-3 kunda o'rnatishib beradi. Yana boshqalardan video qilib tashab beraman aka. Agar xohlasada. Chunki nasos o'rnagandan keyin bunaqa nержавейка qilib qatirishib yuboradi hamma yo'g'iga. Nasos bu mashinamizda mana shu yerda o'rnagan nasoscha bor. Mana turbalar kelyapti aka. Bu narigi mashinada ham xuddi shunaqa ish bo'ladi. Boshqacha ishi yo'q aka buni. Mana ishlab chiqarishimiz. Mana bunday apparatlarga, mana suv apparatlariga mashinadan luchoga ichidan shlankaga ulanadi, quyiladi aka. Shu ishlab chiqarishimizda suv olinadi xolos mana mashina nasosdan. Shu shlankada mana hozir zapravka bo'lyapti mashina. Yarim soat 40 minut ichida to'ladi bu mashina. Yana shunaqa vaqt ichida to'kadi o'zini suvini, o'zini nasos.